Salom hammaga. Java 25-kursimizga xush kelibsiz. Mening ismim Jamshid Ibragimov. Java backend development bo'yicha 2 yildan ortiq shug'ullanib kelaman. Shu yo'nalish bo'yicha mentorlik qilaman. Videomizni nomidan o'qiganingizdek, biz bu kursimiz davomida Java'ni aynan 25-versiyasini o'rganib chiqamiz. Ya'ni 25-versiya Java'ning eng oxirgi versiyasi hisoblanadi va 2025-yilning oktyabr oyida taqdim etildi. Xo'sh, bu kursimiz kimlar uchun mo'ljallangan? Dasturlash bo'yicha ko'nikmalarga ega emas va bu yo'nalishga birinchi marta qadam bosayotgan yokida Java'ni noldan o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan kursimiz va Java'ning fundamentini to'liq o'rganishingiz uchun kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni bu YouTube kanalimizga video darsliklar sifatida joylab boramiz. Xo'sh, bu kursimizni o'rganishingiz uchun sizga nimalar kerak bo'ladi? Avvalambor dasturlash to'g'ridan-to'g'ri kompyuter bilan bog'liq bo'lgani uchun albatta sizga kompyuter kerak bo'ladi va bu kompyuter juda ham qimmat bo'lishi shart emas. Kursimiz uchun boshlang'ich vazifalarni bajarishimiz uchun bizga oddiy kompyuterlar ham yetaveradi. Mana bu rasmimizda qo'yilgan barcha talablarga kompyuteringiz javob bersa, bemalol shu kompyuterdan foydalanib bizni kursimizni o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu talablar qayerdan olingan? Chunki JetBrains kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Intel IDEA ilovasi orqali ishlaymiz va mana shu ilova sizda ishlasa bo'ldi. Va bundan tashqari sizga kurs davomida ingliz tilini bazaviy miqdorda bilishingiz talab etiladi. Sababi Java'ni o'rganish davomida siz turli xil ingliz tilidagi tushunchalarga duch kelasiz va bu tushunchalarni to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tiliga o'girishni iloji yo'q bo'lganligi uchun va bu tushunchalarni to'g'ridan-to'g'ri o'rganib ketish maslahat berilganligi uchun sizdan minimum darajada ingliz tilini bilishingiz tavsiya etiladi. Va bundan tashqari barcha yo'nalishlarni o'rganish uchun kerakli bo'ladigan narsa bu disiplina va qiziqish hisoblanadi. Inson miyasi har doim yangi narsa o'rganayotgan payti ko'nikma hosil qilish uchun boshida qiynaladi. Shuning uchun siz kursimiz davomida ba'zi bir mavzularga tushunmay qolsangiz, bu normal holat hisoblanadi. Shunchaki siz ana shu mavzularni qayta takrorlab tushunishga harakat qiladigan bo'lsangiz, to'g'risi kursimizni o'rtalariga yetib ancha ko'nikma hosil bo'ladi sizda va undan keyingi mavzularni o'rganishingiz sizga oson bo'lib ketaveradi. Xo'sh, kursimiz bo'yicha yana bir ma'lumot berib ketaman. Kursimizni darsliklari qanday manbalar tomonidan foydalangan holda ishlab chiqilgan. Darsliklarimizni tuzishda 5 ta umumiy manbalardan foydalanib tuzganmiz. Bularning 3 tasi bu kitoblar.
Birinchi ikkitasi bu nemis computer science bo'yicha professor Kay Houston tomonidan yozilgan juda ham mashhur bo'lgan Java Core kitoblaridan foydalanganmiz va yana bitta kitobimiz bu Head First Java kitobi. Xo'sh, bu kitoblarimizning nima afzallik taraflari bor? Birinchi ikkita kitobimiz bu dasturlash tilidan xabari bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan. Sababi mavzularga juda ham chuqur kirganligi va jargon so'zlardan ko'p foydalanganligi tufayli boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun qiyinlik qilib qolishi mumkin. Shuning uchun ham mana shu birinchi ikkita kitobni agar siz yo'ldan o'rganayotgan bo'lsangiz o'qishni maslahat bermayman. Lekin keyinchalik kursimizni bitirganingizdan keyin albatta mana shu ikkita kitobni bir qaytarib chiqishingizni maslahat beraman. Uchinchi kitobimiz bu Head First Java. Bu aynan boshlang'ich o'rganuvchilar uchun moslashtirilgan kitob va bu kitob ancha osonroq hisoblanadi. Mana shu kitobni kursimiz davomida siz bemalol o'qib chiqishingiz mumkin. Va bundan tashqari yana ikkita onlayn platformalardan foydalanganmiz. Bular Medium va Stack Overflow. Xo'sh, keling bir asosiy bo'lgan savolga javob berib ketaylik. Nega aynan dasturlash tilini o'rganyapsiz? Videomizni pauzaga qo'yib, keling o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Nega aynan dasturlash tilini o'rganyapsiz? Albatta, siz aytishingiz mumkin. Dasturchilar katta oylikka ishlashadi deyishingiz mumkin. Bu gap to'g'ri. Dasturchilarning o'rtacha oylik maoshi boshqa sohalarga qaraganda yuqoriroq yuradi. Sizning tajribangiz qanchalik katta bo'lsa, taklif etiladigan maosh miqdori ham shunga yarasha baland bo'ladi. Va bundan tashqari job opportunities. Agar siz backend developerchi bo'lsangiz, siz qo'shni shu yo'nalishga o'xshash bo'lgan boshqa sohalarga o'tishingiz oson bo'ladi. Qanday sohalarga deyishingiz mumkin? Gaming, developing, o'yinlar ishlab chiqarish bo'yicha ishlashingiz mumkin bo'ladi. Kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha ishlashingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta afzallik tarafi remote work, flexible hours, ya'ni masofadan turib ishlash imkoniyati va o'zingizga mos soatlarda ishlashingiz mumkin. Keyingi afzallik bu communication. Ya'ni siz dasturchi sifatida kelajakda ishga kiradigan bo'lsangiz, siz bir o'zingiz ishlamaysiz. Siz katta jamoada bitta proyekt ustida ishlashga to'g'ri keladi va bu jamoada nafaqat o'zimizni o'zbeklar, balki chet elliklar bilan ham muomala qilib o'zingizni fikringizni bildira olish imkoniyatlari mavjud bo'ladi va bu sizni communication soft skilllarni rivojlantirishga yordam beradi. Va oxirgi afzallik tarafi entrepreneurship. Bu nima degani? Ya'ni agar sizda ideya bo'lsa, o'zingiz birorta yangi bozorda mavjud bo'lmagan ilova ishlab chiqarib, mana shu ilovani o'zingiz biznes sifatida yaratib yuritishingiz imkoniyati bo'ladi. Apple kompaniyasining asoschisi mashhur Steve Jobs tomonidan ham bitta mashhur sitatasi bor. Men mana shu sitatani sizga o'qib beraman. Everyone should know how to program a computer because it teaches you how to think. Ya'ni har bir inson kompyuterda
dastur yoza olishi kerak. Sababi u sizga qanday fikrlashni o'rgatadi. Bu gap juda ham to'g'ri aytilgan. Siz dasturchi sifatida ishlash faoliyatingiz davomida siz bir qancha qiyin bo'lgan muammolarga duch kelasiz va sizda bu muammolarga yechim topish davomida sizning critical thinking, tanqidiy fikrlash qobiliyati sizda rivojlanadi va siz muammolarga juda ham boshqacha qaraydigan bo'lasiz va ularga eng to'g'ri bo'lgan muammolarni yechish qobiliyati sizda paydo bo'ladi. Xo'sh, keyingi ana shu kursimiz bo'yicha muhim bo'lgan savolimiz, nega aynan Java dasturlash tilini o'rganyapmiz? Qiziq savol, to'g'rimi? Java dasturlash tilini tanlashingizda sabablari bir qanchasi bor. Ulardan biri ana shu Java'ni afzallik taraflarini sizga sanab beraman. Nimaga aynan Java tilini o'rganishingiz kerak? Java tilini o'rganish boshqa tillarga nisbatan anchagina oson. Sababi Rust, C++ tillaridan ko'ra ancha dasturchilar uchun tushunarli til hisoblanadi va bunga shu kursimiz davomida kodlar yozib o'zingiz amin bo'lib olishingiz mumkin bo'ladi. Multithreading. Bu bir vaqtning o'zida bir qancha ishni bajara olish qobiliyati bor. Bu haqida batafsil keyingi darslarimizda to'xtab o'tamiz. Nima threadlar nimaligi haqida. Eng afzalligi secured, ya'ni kuchli himoyalangan dasturlash tili. Java garbage collector'da foydalanganligi tufayli bu tilimiz juda ham yaxshi himoyalangan til hisoblanadi. O'shaning uchun ham Java bank sistemalarida, davlat sistemalarida keng ko'lamda foydalanib kelinadi. Keyingi afzalligimiz high performance, ya'ni Java tili boshqa tillarga nisbatan ancha tezroq ishlash qobiliyatiga ega. Keyingisi distributed language. Java chiqqaniga taxminan 30 yil bo'ldi. Bu tilning ekosistemasi juda ham katta. Turli xil vazifalarni bajarish kerak bo'ladigan bo'lsa, siz noldan kod yozishingiz shart bo'lmaydi. Katta ehtimol bilan bu narsani sizdan oldinroq boshqa dasturchilar kutubxona sifatida yozib sizga tayyor ishlatishingiz uchun imkoniyatni yaratib qo'yilgan. Keyingisi platform independent, ya'ni portable. Bu nima degani? Java'da bir marta kod yozasiz va bu kodni har qanday sistemada ishlata olish imkoniyatini sizga beradi. Apple ekosistemasidan boshqa barcha operatsion sistemalarda Java'da yozilgan kod mustaqil ravishda ishlaydi. Xoh u Linux bo'lsin, xoh u Windows bo'lsin, xoh u Android bo'lsin, barcha platformalarda siz bemalol kodingizni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu obyektga qaratilgan dasturlash tili. Bu haqida hozir gaplashmaymiz. Obyekt nima, obyektlarga qaratilgan dasturlash tili nimaligini hozircha shunchaki o'tkazib ketamiz. Albatta buni keyingi darsliklarimizda to'liq to'xtalib o'tamiz. Qani endi keling, biz Java tilini o'rganar ekanmiz. Mana shu tilni tarixini bir qisqacha o'rganib ketamiz. Java James Gosling tomonidan va Sun Microsystems kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Java'ning yaralishi
1991-yili boshlangan. Java boshida dasturlash tili sifatida qaralmagan, sababi 91-yillarda televizorlar juda ham keng ko'lamda mashhurlikka erishgan va James Golding va uning komandasi ana shu televizorlarga mos dasturlash tilini yaratishmoqchi bo'ladi, lekin bu ideya mashhurlikka erishmaganligi tufayli keyinchalik 1996-yilda birinchi versiyasi taqdim etilgan ekan. Javaga boshida Quark deb nom berilgan, sababi Sun Microsystems kompaniyasining binosi yonida chiroyli Quark daraxti, yong'oq daraxti bo'lgan va ana shu yong'oq daraxti ismini boshida berishmoqchi bo'lishadi, lekin ulardan oldin Quark nomli dasturlash tili allaqachon bo'lganligi tufayli bu nomni Javaga o'zgartirishga qaror qabul qilishadi. Java nomi o'zi Indoneziyada o'suvchi kofe daraxtining nomidan olingan. O'shaning uchun ham Java'ni logotiplarini internetda ko'radigan bo'lsangiz, aynan qahvani rasmini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Java'ni yaratilayotganda yaratuvchilarning 5 ta asosiy maqsadi bo'lgan. Bular shunday dasturlash tili yaratish kerakki, u tushunishga oddiy va obyektga qaratilgan dasturlash tili bo'lsin, yaxshigina himoyalangan bo'lsin, portable, ya'ni har qanday operatsion sistemada ishlab ketaveradigan, ishlash tezligi juda ham yuqori bo'lgan va bir vaqtning o'zida bir qancha protsesslarni bajara oladigan til yaratishmoqchi bo'lishadi. Keyinchalik Java juda ham mashhur bo'lib ketadi. 2010-yilda Oracle kompaniyasi tomonidan sotib olinadi va hozirgi paytgacha, ya'ni 2025-yilgacha Oracle Java ustidan o'zini egaligini saqlab kelmoqda. Xo'sh, keling endi Java'ni versiyalarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana shu prezentatsiyamizdagi URL orqali mana shu Wikipediyadagi Java'ni versiyalari haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, Java'ni birinchi ommaviy versiyasi 1996-yili 23-yanvarda chiqqan ekan. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, LTS degan so'z ishlatilgan. LTS nimaligini bilib olishimiz uchun prezentatsiyamizga qaytadigan bo'lsak, mana bu yerda havola qoldirib ketganmiz. Bu havola orqali o'tib o'rganishingiz mumkin. LTS degani bu long term support, ya'ni uzoq vaqt davomida qo'llab-quvvatlanadigan versiya deb nomlanadi. Ya'ni aynan LTS sifatida belgilangan versiyalar yillar davomida, ya'ni 5 yildan 10 yilgacha qo'llab-quvvatlanib, to'g'irlanib boriladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu tableimizda ochib qaraydigan bo'lsak, har bitta LTSni, har bitta versiyani o'zini qo'llab-quvvatlanish vaqti mavjud ekan. Java'ni 8-versiyasini olaylik, keyin 25-versiyasini ko'ramiz. Bu versiya ham LTS ekan. 2025-yilda chiqqan va 2030-yilgacha mana shu versiya qo'llab-quvvatlanib kelinar ekan. O'zingizni proyektlaringiz ishlayotganingizda aynan sizga ana shu LTS versiyalaridan foydalanish maslahat beriladi. Mana bu oraliq versiyalarni qaraydigan bo'lsak, bu versiyalar 6 oy davomida qo'llab-quvvatlanar ekan. Xo'sh, buguncha shular. Keyingi darsligimizda Java'ni o'rnatishni va o'zimizning birinchi dasturimizni yozib ko'rishni ko'rib chiqamiz.